Assalomu alaykum azizlar. Yana bir baxtli insonga sirli qo'ng'iroqni ayni daqiqada yaqinlari tomonidan yo'llamoqdamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilafruz opamiz bormilar? Borman. Assalomu alaykum. Dilafruz opa salomatmisiz? Alaykum, yaxshimisizlar? Tashakkur, rahmat. Tabriklaymiz. 47 bahorni qarshi olibsiz. Shukronaki muborak bo'lsin opajonimiz. Rahmat, Tashakkur, salomat bo'ling. Duolar ijobat bo'ladigan ro'zai Ramazon oyida shukrona kuningiz bilan chiroyli tilaklar, tabriknomalar aynan siz uchun yo'llangan ekan. 2025-yil 25-mart sanasi 17:11 soatlarimiz yaqinlarimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Xo'jamazgul mahallasi Rossiyskiy qishlog'ida istiqomat qilar ekansiz opajonimiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi eng yaqin insoningiz kim yo'llagan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz albatta. Shukrona kun bilan. Oilam, farzandlarim, jigarlarim. Xo'p, aynan kim tomonidan chiroyli tabrik? Onalarim. Salomat bo'ling. Aynan kim orqali yo'llanganini ayta olasizmi? Eng yaqin insonlaringiz bilan keling taxmin qilib ko'ramiz. Ularım bo'lishi mumkin ekanlarim. Topishga biroz qiynalyapsiz. Asosiy tabriknomani sohiba singlingiz yo'llagan ekan. Shukrona kun bilan chiroyli tabrikni sizga. Rahmat. Tashakkur. Ota-onangiz Xolibodda ota, onangiz Tursuntosh ona, turmush o'rtog'ingiz Baxtiyor aka, farzandlaringiz Sirojiddin, Suhrobjon, qizlaringiz Mahfuza Malika, keliningiz Gulsanam, nabiralaringiz Abrorjon, Jonibek, Gulnigor, Quvonchbeklar tomonidan hamda akalaringiz, ukalaringiz Bahodir Otabek, Behruzbek, Munkom Dilshodbek, Ulug'bek, Islomjon, Imomjon, Bunyodbek, Asalbek, Sunnatbeklar tomonidan ham chiroyli tabriknomalar, opa-singillaringiz Lola, Sohiba Sevara tomonidan ham chiroyli tabriklar, kelinlaringiz Gulzoda, qizlari Gul, Zuhra Halima, Dilaroba tomonidan ham chiroyli tilaklar, tabriknomalar yo'llangan ekan. Mehribon singlingiz bir chiroyli tabrik yo'llangan ekan sohiba singlingizga. Tashakkur. Keling bir chiroyli tabrikni o'qib eshitamiz. Bugungi shukrona kun, tavallud ayyomingiz bilan sizni juda ham yaxshi ko'rib chiroyli tabriknomasini yo'llagan ekanlar. Assalomu alaykum. Jonim, aziz insonim, mehribon opajonim, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Xastalik, ham hasrat tuyg'ular sizga yod bo'lsin. Chinakam bahor iliqlik, tabassum yorug' chehrangizni hech qachon tark etmasin. Bilib bilmay qalbingizni, dilingizni og'ritgan vaqtlarimiz bo'lsa, buning uchun esa albatta uzr so'raymiz. Kattadan katta baxt, saodat, xursandchilik lahzalar nasib etsin. Atrofingiz umrbod, yaqinlaringiz mehr, muhabbatli chehralari ildiz olsin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Hojonalar bo'lishi ulug' kunlarga Allohim yetkazsin. Tavallud ayyomingiz esa yana bir bor muborak bo'lsin deb chiroyli tabrigini yo'llagan ekanlar. Bahorning gulidek go'zal yuzdagim, dillarga oquvchi shirin so'zligim, ulardan ayondir mening kimligim, onamdek mehribon opam bor mening. Sog'inchdan dil ketganida tirnalib shu she'rimda bitdim. Onam hayot bo'lsa-da qoldim sizga bog'lanib, opa sizni onam desam maylimi? Ko'nglida oqib turar mehr daryosi, bizlarga o'rnakli ribo hayosi. Hatto to'lin oy ham uning shaydosi, onamdek mehribon opam bor mening deb chiroyli tabrigini yo'llagan ekan mehribon singlingiz, jigarabandlaringiz. Rahmat ko'p yashasın, dunyo turgancha tursin. Tashakkur. Rahmat, programalarimiz oltin bo'lsin, oltin boshlarimiz omon bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Oilaviy baxt tilaymiz. Bayram shukrona kun muborak bo'lsin. Bir chiroyli tarona siz uchun bo'la. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Tashakkur. Opa bulut bo'lib sitilib ketdim. Opa yashin bo'lib yiqilib ketdim. Opa yomg'ir bo'lib to'kilib ketdim. Opa jonim dardlashgani keling bir kecha. Rangimning rangini
qoldim. Tomog'im achishib yig'lolmay qoldim. G'aflat bosib sizni yo'qlolmay qoldim. Opajonim dardlashgani keling bir kecha. Yostig'imga oylar botsin desangiz, yulduz yonimizda yotsin desangiz, yostig'imga oylar botsin desangiz, yulduz yonimizda yotsin desangiz, bir kunim odamday o'tsin desangiz, opa dardlashgani keling bir kecha. Bir kunim odamday o'tsin desangiz, opajonim dardlashgani keling bir kecha. Qo'shig'im rayhondir, qo'shiqlarim zarif. Bir ko'nglim podshodir, bir ko'nglim g'arib. Xudodan so'rovdim hofiza bo'lay deb, opajonim dardlashgani keling bir kecha. Bolaligimga qaytib sho'x yil bo'laymen, dardlarimni aytib yengil bo'laymen. Bolaligimga qaytib sho'x yil bo'laymen, dardlarimni aytib yengil bo'laymen. Keling yana sizga singil bo'laymen, keling yana sizga singil bo'laymen. Opa dardlashgani keling bir kecha. Opajonim dardlashgani keling bir kecha. Opa dardlashgani keling bir kecha.